Videoga olinyapti. Kelin salom. Keyin esga tushib qoladi-da. Keyin esga tushadi. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Keyin boraman. Qaramabmisanmi? Qanday bola tushunmayman. Nega keldim, nega? Mana bu bering to'rtimiz olsin. Yo'naltamiz qanaqa? Menga bering. Mana, qimmat qo'y. To'rtimizni olaman. Buni kelmayman-da. Keling, zamayga Keling. Başlayalım grupta bunlar. Kechiga, g'ating. Kel bu yerdan kel. Yana simon qolash shu yerda. Ash joyini bitta qirib olgansiz. Rahmat, ko'rishsin. Jo'ra tabriklaymiz. Qo'sha qarasa. Qo'sha qaring. Qo'ldan oldin ishdi. Ha, oldi. Ancha tashnoq turib qolsin-da. Ko'p yashaydi. Mana. Rahmat. Ko'plar gapirib beradi. Beriki uzurim bor edi. Operatsiya bo'ldim shunda. Yaxshi bo'ldingizmi? Hocam bilan bir xil o'tirgan, sal muasir ekan. Shu navbatga kelganda qiynaldi. Bu yerda Yaxshimisiz? O'zingiz og'irmasangiz bormaydi, bu ekan. Shu o'zim kerak deb aytdim. Mana bugun rahmatlilarning xonadonida o'tiribmiz. Mana shu do'stimizga tushgan kelin qadam qutlug' bo'lsin. Fayz baraka keltirsin. Allohim mana shu qo'shgan bilan qo'sha qarib, avval juvoli bo'lsin jo'ra. Doim xizmatni qilib yursin. Nevara suying, nevara to'ylarga kelaylik. Uzr to'yda kelolmadik. Hechdan ko'ra kech deydi. To'ylarimiz qulluq bo'lsin jo'ra. Hammani shunday yaxshi to'ylarga, kunlarga, mana shunday bugungi bayram deyim, bayramga yetkazsin. Bugun shofyorlarning bayrami. Hammalaringizni shofyorlar bayramidan tabriklayman. O'rtoq quroldoshlar, hammalaringni tabriklayman. Kelinglar-siz, mana olayapmiz biz. Oldik. Rahmat. Olam fardaga. Ana. O'zingizga boqib. Mana olayapti. Ko'rinasizmi? Qarni ko'rsin. Ketdim, tinch bo'laversin. Niyat bor edi, rahmatdan to'yda uramiz edi. Oldik ha. Tuz beramiz keyin. Avvalo dunyomiz tinch bo'lsin. Sog'lik, salomatlikni bersin Allohim. Mana shunchalik hurmat qilib kelibsizlar, sharaf ko'ra. Mana shuncha yo'ldan rahmat sizga. Mana shu bayramlaring bilan tabriklayman hammalaringni. Bugun hammamiz bayramimizda endi bu yerda. Shunday. Shu. Mana shunday yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Yo'rajon dasturxoning yeniga ham buyiga ham shu kengaysin, kamaymasin, to'kin sochin bo'lsin doim. Mana shu bolalaringni baxtini, huzurini, kamolini ko'rib yurgan. Sening baxtingga ular omon bo'lsin. Shu yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Mana bordi keldigimiz do'stligimiz abadiy bo'lsin. Shunday bo'lsin. Allohim hocam jo'ram aytgandek bir uzoq umr bersin, shu ko'p yillar bordi keldi qilib pensiyani ham jo'ra shu ko'p olaydiganlarga yetib olaylik bizga. Ko'p yil olsak yetib olamiz. Hocam shunday deydi-da. Yetib olmaysan, ularga ko'tariladi. Ko'tarilaversan. Ko'taraversin, orqasidan quvib yuraver. Da quvib boravering. Yetish shart emas u. Yetib olaylik. Rahmat. Shu olingizlar. Beramiz yaplar. Qiz berasizlar, shunda bordi keldi uzilmaydi. Nasib. Xudo taqdir qilgan narsa. Shunday. Xudo xolasa shunday kunlarga mavjud yetsaversin. Nasib. Ha, olingan. Yosh qarab qo'yinglar. Indamang. Zo'r ko'rindi. Ana o Navoiy go'zali, mana bu Farishtum go'zali. Jizzax go'zali. Jizzax go'zali degani odashib ketsin. Farishdan kelib qolgan qachon edi? Farishta ham bormi deyman. Bor edi bir zamonda. Mana. Odashdan. Darasa ana putga jo'rak ketib tirnab.
aytib bersa u ham yerga qarab qoladi o'zi. Juda chopda ko'p ana ayni. Ketdik. Oldik. Mayli, mana bugun do'stimiz Rahmatullo jonni uyida o'tiribmiz. Mana shu Jizzaxlik jo'ralar kelgan. Mana shu do'stimning uyida hamisha to'ylar, bayramlar bo'lsin. Nasib bo'lsa, kelasi yil 5 to'ylarga kelib, endi 5 to'ylarda kelasiz nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Ko'payishib Nasib etsa. bugungi bayramlar bilan hammalaringizni tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Nasib bo'lsa 100 ga kirsak ham mana shu bayramlarni shunday hassacha bilan bo'lsa ham inshaalloh va inshaalloh o'tiraylik. Rahmat. Xush kelibsizlar. Xushvat bo'ling. Rahmat kelganlaringiz uchun. Hammamizga to'ylar bo'lsin, kasallarga shifo bersin, tezroq yaxshi bo'lib kelsin, hech nima ko'rmagandek bo'lib kelsin. Aparatda o'zing o'chirasan. Tachkalarni bo'ladi endi. Ish qo'ydingizmi? Ha? Ishdingizmi? İçib qo'ydim men, o'tiradi, qarab. Shuni qaytarib bo'lsam mana. Bitta so'z ayting. Aytaylik, dilan gapiringlar. Yo'q, mana bu. Yo'q, siz mehmon. Nasib edenler katta kichkina deb ayting, dal tushunadi. Yo'q, katta gapirsa kelmayman. Yo'q, mehmonsiz, mehmon, yo'q, mehmonsiz. Mehmon dedi. Mayli, mehmon bo'lsa ham mehmon. Mehmon. Ha. Siz ham mehmonsiz, men ham mehmon. Siz Oylik uzoqqa kelasiz. oylik. Oy, gapir. Kelmay davom Oylik etaman. ketdi. Ha, mayli. Ko'mir. Ish. Mayli. So'rab kelganlaringiz uchun rahmat birinchidan. Sog' bo'ling. Hurmat izzatlaringiz uchun doim oxirigacha shunday bo'lib yuringlar. Ularga kelin muborak bo'lsin. Ularning nevarachalarga to'lsin. Hajraga boringlar, hajrat hoji mo'min, hoji ota bo'linglar. Rahmat. Xush Allohim nevara chevara evarlar huzurini ko'rib yuringlar. Doimo shunday davrlarda birga bo'lib yaxshi kunlarda yurish nasib qilsin. Oy, yashang ana. Xush kelibsizlar. Ya katta sherim aytib bering, o'tirasizmi endi? Oy. Mayli, tugunajon ekolaringiz uchun, ekolaringizni tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'lsizlar. Hamisha sog' salomat bo'lib, kelin bilan tabriklayman. Baxtli bo'lsin. Kelinlar qo'sha qarisin. Hech qachon yomonligini ko'rmaysizlar. Nima niyat bo'lsa, niyatlaringiz amalga oshib bo'lsin. Mana bu keldik, yana yil ham 5 to'larga kerak. Nasib qilsin Allohim. Kimning nima niyati bo'lsa, niyatlari amalga oshib, sog'lik, tinchlik bo'lsin. Hammalaringizni bugun bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'lsizlar. Bizning baxtimizga sog' omon bo'lsizlar. Sizlar bor, biz bor, biz bor, sizlar borsizlar. Tinchlik bo'lsin. Hammamizga ham umrlar, hojilar nasib qilsin. Borish Allohim o'zi chaqirsin. Boraylik. Rahmat. Sog' bo'ling. Tinchlik bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsiz. O'ylamay, hojim o'qib. Sizlarda men ham ko'p nevara Ha, Jo'rabni qo'li yaxshi bo'lib qolsa, baralaringiz endi Jizzaxga borsalaringiz yaxshi bo'ladi. Nasib. O'ringlar ham. Jo'rabekdan yaxshi bo'lsin, boring sizlar. Qoldirmaydi. Ya, bunday aylantirib keldim, bunda qolib ber o'shani. Ber o'shani chayinmi? Kecha yaqinsan, kecha qanday bo'plar? Men aytdim, "Sergin akamsan, yoqib odatda." Bilmadim, qaytarib yana o'shani qanday qilib bering? Bor, bunday qilsam yana olib ketadi. Ahmoq qilib o'tibdi. Oy. Shuna berag'oz bu dimoqchoq bo'ldi. Bunday qildimda yana qaytarib qo'ydim. Ya shuni olib kelgan. Men aytaman, beri kelsa to'la ko'rinib, kam ko'rinaman deyman. Men juda bir havas qilyapman. O'tirishlaringiz yaxshi o'tsin. Bolalarimiz insofini bersin, iqbolini bersin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Rahmat. O'zidan o'nsin, o'zidan ko'paysin. Ota-onaning xizmatini, Allohning ibodatini qilayotgan farzandlar bo'lsin. Rahmat. Mana shunday yaxshilik kunlarimiz ko'p bo'lsin. Kelingizlar biz tomonga ham. Xudo xolasa
Yaşlı günlerimizde birgalikda ben şunun için olamız yürüyorsun. Rahmat. Mana. Musayib, Mana. 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 Men buni o'tirgisi kelyapti. Oh. Benim kaçta boraman o'ylayman. Rahmat e'tibor uchun. Borg'ab boraymi yo tandirma? Hech narsa kerak emas. Ko'rishguncha. Hop. Qara o'chib qo'ydi. Bitta bo'lsin tamam. Hayır, bana o'zim vaqtim bilaman. Ayvon tomonda. Tamam. Nasıl ben? Hacı bolar bana oturdu. Hemen Ana şurada var kerekte. Bakmadın. Ben tandırayım, samtasıyım zor şurada. Hayırdan? Ana bak. Ben bilmedim de. Ha. Buna kendi kadar para Mana. Türklerden bilmezdim. Yakın var ya. Ha? Namazı şart var. Bu da kodasını yapıyor. Ha gören gören. Ana. Ana oyuncu mu? Ana. Böyle bu fotoğrafman o. Sizlerden bilmezdim de. Nizam bo'ladi yo'q. Voy jonim. Endi Haqiqatan charchadim. mana bugun Qarag'o'da stolda o'tiribmiz. Justa davrasida ana so'z Usmonov Faridin Barakayevich bitta tilak bildirsin. salay bildirsinlar. Keyin qolgan davom ettiramiz. Ey, Yashasın ana. Ana shunday umr yo'ldoshi borlig'ida men faxrlanaman. Ko'raysizmi mana? Quyib beryapti. aytadiki, sen boshlab ber, bag'ini o'zimiz davom et. Do'stim, boshlab bering. Valinglar qani? Ha, Nasiba, bizga ozroqgina o'qib bering. Avvalo dunyomiz tinch bo'lsin. rahmat. Allohim shu sog'lik, salomatlikni beraversin. Mana shu do'stligimiz abadiy bo'lsin, bordi kelimiz abadiy bo'lsin, charchamaylik. Allohim o'z kuch-quvvat bersin. Rahmat. Tamjon ham boraversin, biz ham kelaveraylik. Rahmat. Rahmat. Mana shu yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hammamiz ham shu niyatimiz bolalarimiz shu baxtini, kamolini, iqbolini ko'rib yurishlik. Ularning baxtiga o'zimiz ham sog' bo'lishlik. Nasib etsin. Shunday nasib etsin. Uzoq yillar o'rtoq do'st bo'lib yuraylik. Rahmat. Rahmatligimiz abadiy bo'lsin. Ey rahmat. Tasirxoningiz eniga ham, uyiga ham o'saversin jo'ra. Ey rahmat. Shu topgan yaxshi kunlarga yursin. Ilohim. Yaxshi kunlarda uchrashib Rahmat. Salomat. Xizmatdoshlar. Hamma. Biz keldik deng. Ha, bugun O'ktam jo'ra haqiqatan ham bunday biring. Haqiqatan ham kecha Navoiy viloyatida edik. Rahmatulloh aytdingiz, apelasiya dedingiz. Bagajga sop bo'lsa olib kelaman deb olib keldimmi? Va'da yesivada. bagajga olib keldik. Ha, bagajda keldi. Ana shu bir qadam qo'yganda rulga o'tkazib qo'ydik. O'zizga ma'lum bagajda? Shu Xudoyim taolo har bir insonga shunday baxt beradi, shunday umr beradiki, o'zingiz qoyil qolasiz. Bilmagan holatda. Lekin mana bugun mana Qoradagi tashib yurdik. Kecha aytgan vaqtingizda haqiqatan o'ktam yonboshimda edi. O'ktam jo'ra borasiz dedim. Mashina deb borasiz. Mana bizda olib keldi. Olib kelgan shu o'ktam jo'ram. Ey rahmat. O'ktam jo'ra. Rahmatulloh. O'ktam jo'ra to'rt gapda kecha oqshom bilan o'tirib, oqshomda 3 gacha o'tirdik. Mana bu men. Mana qochib ketdi. Ana Navoiy go'zal qochib ketdi. Ilohim baxtimizga mana shu ayollar baxt ularga saodat omon bo'lsin. Rahmat. Lekin shular bor, biz bor. Mana shulardan tashrif bilan biz buyurdik. Bergan. Sen oldingmi? Ha,
Dadasi dedi, Navoiyga dedi, boramiz odashimdika dedi. Xo'p. Bu yoqqa bordik, bu yoqqa ham boramiz dedi. Mana shuning gapi bilan mana o'rta Usmonov Faxriddin mana Bojo'ramiz rahmatulloh bo'ldi dedi. Ketdik dedi. Ana rahmat shularga. Umringiz uzoq bo'lsin. Ha, gapir. Qo'y o'ynayversa, onasi nima? Mana do'stimiz Siqilib ketdi. tilaklar bildirdi. Ana shu tilaklarga 100% qo'shilamiz. Ammo sog'lik, tinchlik bo'lsin. Juda ham sog' bo'linglar. Rahmat. Mana uchun. Rahmat deymi? Rahmat o'zida o'tiraman. Tinchlik, sog'lik bo'lsin. Mayli, mayli. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dasturxonda qaranglar, ko'rkani. Ha, to'xta. Usmonov, ana to'shib bergan pelani. Ha, shuni. O'ylagan. Ha, bo'ladi. Yo'q, ovqatimizni yeng, qarang, Haqiqatan ham bugun mana do'stimni uyida o'tiribmiz. Bugun chestanichi 27. 27-oktyabr. Ha, uni men aytaman, ishingiz bo'lmasin. 2025-yil. 5. Ha, ana shunday hozir Qoraqalpoqda o'tiribmiz. Do'stimni uyida. Ana shunday Qoraqalpoqmi, Xorazmmi? Qoraqalpoq. Ikki o'yin bitta. Hay. Hay. Voy, o'tgan yerimizda Xorazm kirmay o'tib ketdik. Do'stim, ana shu Xorazm yozganda. Ha? hamisha ana shunday uyingizda. Voy, chapga kirganmiz, Urganch. Xorazm edi. Tokkan kunlaringiz hamisha ana shunday to'yday bo'lsin. Hamisha ana shunday do'stlar davrasida ko'karak ter. Nasib ertaga nasib nevara chevaralarimizni to'yida xizmat qilamiz. Aytganingiz. Ha, ha, do'stim. Qoling. Mana bu Rahmatullohning so'zi isboti bilan. Ana. Isbotladi. Ana bu o'rnashadi. Eng osa, Faxriddin. Keling. Kelin bilan tushib ketaylik, qanday chaqiraymiz. Ayollar ko'p sizlarga bog'liq bo'lyapti. Hozir ha, video. Hamma sig'aytmi? Ha, zakon hozir bitta rasmni ham olib olay bitta. Nima qilib? Ha. Shu. Men ko'rmayapman, kallamiz panax qoldi endi. Mana. Ana endi ko'rinsa. Mana. Hozir